Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Saodat asri kitobini o'qib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayoti sirlarini o'rganamiz. Video boshida kanalga obuna bo'lishni unutmang. Muallif Ahmad Lutfiya Qozonchi. Saodat asri 2-kitob 9-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Nihoyat buyuklar buyugi bo'lgan payg'ambarimizning nigohlari Abdulloh ibn Maktumning qidirdi. Uni tabassum bilan qaradilar. Atroflarida hozir turganlar vahiy bilan Abdulloh o'rtasida qandaydir bog'liqlik borligini tushundilar. So'ngra vahiy dona-dona qilib o'qib berildi. Abu Abasa surasi edi bu. Payg'ambar alayhissalom o'zining oldiga kelgan ko'zi ojiz kishiga qoshlarini chimirdi va undan yuz o'girdi. Ey Muhammad, siz qayerdan bilursiz? Ehtimol u sizdan o'rganadigan ilmi, ma'rifatda yordamida o'z gunohlaridan poklanar yoki pand nasihat olar-da, so'ng u pand nasihat unga foyda berar. Endi o'z mol-mulki bilan iymondan istig'no qilib turgan kimsaga kelsak, bas, siz o'shanga yuzlanmoqdasiz, holbuki u o'zining kufridan poklanmasligi sababli sizga biron ziyon yetmas. Endi Allohdan qo'rqqan holda oldingizga yugurib yelib kelgan zotga kelsak, bas, siz chindan chalg'ib yuz o'girib olmoqdasiz. Yo'q, siz aslo bunday qilmang. Albatta Qur'on oyatlari bir pand nasihatdir. Bas, kim xohlasa undan pand nasihat olur. Abasa surasi 1-12 oyatlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tanbeh olgan edilar. Holbuki Ibn Maktumning jahllari chiqmagan, faqat mushrik zodagonlarini islomga kirishiga umid qilgan edilar. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam shu ahvolda Abdulloh ibn Maktumga seni qilmishing Robbimdan tanbeh eshitishimga sabab bo'ldi demadilar. Boshqalarga esa mening band ekanimni ko'rib turgan edinglar. Nega bu haqda unga shoshib pishib qo'ymadinglar debgina qilmadilar. Balki egnilaridan jubbalarini yechib o'sha yerga to'shadilar va kel, Robbim meni tanbeh qilishga sababchi bo'lgan ey sharafli inson deya unga lutfu karam ko'rsatib yonlariga o'tkazdilar. Ko'nglini ko'taradigan gaplar gapirdilar. Shundan so'ng Abdulloh ibn Maktum Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlarida alohida o'ringa, alohida hurmatga sazovor bo'la boshladilar. Har kelganida faxr koinot payg'ambarimiz jumboqlarini yechib, uni tagiga to'shaydigan bo'ldilar. Ko'zi ojiz bir odamga o'z vaqtida javob qilmagani uchun payg'ambar sultoniga tanbeh berilishi kimning ham aqliga yetardi. Hatto payg'ambarga ham Alloh taolo boshqalarni kamsitishga izn bermasligiga bundan yorqin misol bo'larmi? Holbuki o'rtada va kamsitish bor edi. Na ozorlangan ko'ngil, na Alloh taolo rasulining salgina beparvo bo'lishini ham istamas edi. Bas, qachon quloqlarni kar qilguvchi dahshatli qichqiriq kelganda, ya'ni sur 2-marta chalinib, barcha haloyiqqa qaytadan jon ato etilganida, har bir inson o'zi bilan o'zi bo'lib qolur. U kunda kishi o'z og'a-inisidan ham, onasi va otasidan ham, xotiniyu bola chaqasidan ham qochur. Chunki ulardan har bir kishi uchun u kunda o'ziga yetarli tashvish bo'lur. U kunda mo'minlarning yuzlari yorug', kulguvchi va xurram bo'lur va u kunda kofirlarning yuzlari ustida chang g'ubor bo'lib, u yuzlarini qoralik qoplab olur. Ana o'shalar fisq va fujur qilguvchi kofirlarning o'zidir. Abasa surasi shunday so'zlar ila tugar edi. Ko'ngillar bo'shashib ketdi. Qur'onni balog'atli ifodasini shaxsan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janoblarining tillaridan eshitganlarning yuzlarida g'amginlik va bezovtalik alomatlari paydo bo'ldi.
Bugun bu dunyoda kishi o'zini oqu qorasi bo'lgan ko'kraklarga mehr bilan bosiladigan go'daklardan, issiqqina bag'ridan teskari topilgan ota va onadan, bir qorindan talashib tushgan aka uka va opa singillardan, bir yostiqqa bosh qo'ygan umr yo'ldoshidan, hamma bir biridan qochadi u kunda. Nega? Nima uchun qochadi inson? Chunki har kim muhtoj, har kimning birovdan oladigan, boshqasiga beradigani bor. O'zini qutqarishga ojiz inson kimga ham yordam ko'rsatardi, kimning hamdardiga darmon bo'la olardi. To'g'ri, o'sha kuni yorug' yuz bo'ladigan insonlar ham bo'ladi, ammo bunday sharaf kimlarga nasib etadi, bu yolg'iz Allohga ayon. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomat kunidan bahs etishlari, insonlar o'lganlaridan keyin yana qayta tirilishlarini takror va takror ta'kidlovchi oyatlarni e'lon qilishlari Qurayshlik zodagonlarga sira yoqmas edi. Qiyomat hech qachon bo'lmaydi, tushundingmi? Bo'lmaydi hech qachon. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dag'dag'a qilar ekanlar, go'yo bu so'zlarga boshqalarni ham ishontirishga qat'iy azm qilganga o'xshar edilar. Go'yo Nabiy muhtaram sollallohu alayhi vasallam ularga taslim bo'lib, tushundim, chindan ham qiyomat bo'lmaydi, yanglishgan bo'lsam kerak deydigandek. Chetdan qaraganlarni iloji boricha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan uzoq tutish uchun bor imkoniyatlarini ishga soladilar. Xohlaysizlarmi, o'lib chirib ketganingizdan, vujudingizdagi hamma a'zo yo'q bo'lib ketganidan keyin yana qayta tirilishingizni uqtiradigan bir odamni ko'rsatamiz deyishar. Musofirlarning diqqatini shu yo'sin o'zlariga jalb etadigan, keyin yana Allohga bo'xton qilayotirmi yoki telbasifat bo'lib qolganmi, bilmaymiz deya ig'vo qilishar edi. O'zlarini haqparvar, samimiy qilib ko'rsatib, go'yo boshiga bitgan balodan insonlarni xalos etish uchun jon kuydirayotganday tutardilar. Go'yo niyatlari sof va haqiqatdek. Chirigan suyaklar. Ubay ibn Halaf qo'lidagi belkurakni bir chekkaga uloqtirdi, peshona terilarini artdi va tuproq orasidan ko'ringan bir chirik suyakni qo'liga oldi. Suyak shunchalik mo'rt bo'lib qolgan ediki, barmoqlari bilan ezg'ilasa kulga aylanishi turgan gap edi. Shu qadar ko'hnaki, bir necha asr oldin o'lib ketgan bir odamning suyagi bo'lishi kerak. To'ppa-to'g'ri. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylariga yo'l oldi. Borib payg'ambarimizga, sen tutayotgan yo'lning boshi berk, beymani tuturuqsiz safsatalarning bilan xalqni yo'ldan ozdirishni hoziroq bas qil demoqchi edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni topdi. Qo'lidagi suyakni ko'rsatdi, ezg'iladi. So'ngra barmoqlari orasidan puflagan edi. Suyak urvoqlari uchib ikkinchi qo'lining kaftiga tushdi. Bu kunni yana pufladi, har tomonga to'zib ketdi. So'ngra Nabiy muhtaram sallallohu alayhi vasallam janoblariga qattiq tikilib, qani endi gapirchi, ey Muhammad, bularga kim hayot bera oladi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam darhol javob berdilar. Bularga Alloh hayot beradi, seni esa jahannamga uloqtiradi. Ubayning rangi, ro'yi oqarib ketdi. Seni esa jahannamga uloqtiradi deya hozir javoblik bilan aytilgan gap uni larzaga solgan edi. Oxiratga ishonmasa ham nashtardek o'tkir bu so'zlarga nishonga tekkan edi. Aslida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarshi kin va adovat tuyg'usida bo'lgan Ubayni dushmanlik hislari bilan yanada kuchaydi. Qalbi kinu adovatga, ko'zlari qonga to'lgan Ubay qayoqqa ketayotganini ham bilmay tez-tez yurib ketdi. Ubayni bu harakati malaklar olamida noxush bir xabar sifatida kutib olindi. Jabroil amin Yasin surasiga qayd etilguvchi oxirgi oyatlarni keltirdi. Inson biz uni nutfadan, bir tomchi suvdan yaratganimizni, endi esa begunoh u o'zimizga ochiq qarshilik qilguvchi bo'lib qolganini ko'rdingmi?
U bizga chirib bitgan suyaklarni kim ham tiriltira olur deya misol keltirdi-yu, ammo o'zini bir tomchi suvdan yaralganini unutib qo'ydi. Ey Muhammad, ayting, u chirigan suyaklarni dastlab bir tomchi suvdan paydo qilgan zotning o'zi qayta tiriltirur. U o'zi yaratgan barcha xalqni bilguvchidir. U sizlar uchun yam-yashil daraxtdan olov paydo qilgan zotdir. Bas, sizlar o'shandan o't yoquvsizlar. Osmonlar va yerni yaratgan zot yana ularni o'xshashini yaratishga qodir emasmi? Yo'q, albatta qodirdir. Uning o'zigina yaratguvchi va bilguvchidir. Biron narsani yaratishni iroda qilgan vaqtida uning ishi faqatgina bo'l deyishdir. Bas, u narsa bo'lur, vujudga kelur. Bas, barcha narsalarning egalariga o'z qo'lida bo'lgan Alloh har qanday aybu nuqsondan pok zotdir. Yolg'iz ungagina qaytarulursizlar. Yasin surasi 77-83 oyatlar. Ubay, seni esa jahannamga uloqtiradi deyilgan so'zlarni ta'siridan asta-sekin qutulayotgan bir paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ushbu oyatlarni eshitdi-yu, vujudi battar titrab qaqshab ketdi. Endi butunlay o'zini yo'qotib qo'ygan, nima qilishini bilmay garang bo'lib qolgan edi. Yo Muhammad, meni bir uchqur otim bor. Unga maxsus yem yedirib, shaxsan o'zim parvarish qilib boqaman. O'sha otimga minib, sen bilan urushaman va albatta seni o'ldiraman. Shuni yaxshi bilib qo'y, dedi. Aksincha, men seni o'ldiraman yo Ubay degan javobni eshitib, battar dovdiradi. Hali uni vaqt ko'rsatadi. O'sha kuni Ubay uyga juda horg'in va xayol parishon qaytdi. Sababi so'ralgan edi, javob bermadi. Qayta so'rayvergach, titroq ovozda, "Bugun Muhammad menga seni o'ldiraman" deya tarzida javob qildi. "Azizim, bo'lar-bo'lmas gaplarni ko'nglingga olaverasanmi?" deb uni ruhini ko'tarmoqchi bo'lishda uydagilari. "To'g'ri-ku-ya, lekin Muhammad hech qachon yolg'on gapirmaydi-da." Azdi Shunaya qabilasining vakillaridan Dimod Makkaga kelganida Qurayshliklar hamon Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi ig'vo yog'dirish bilan band edilar. "Zinhor Muhammad ibn Abdullohga yaqinlashmagin, ey Dimor." Nega endi? Chunki u bir telba, quturib ketgan jodugar. Bunga aslo shubha qilma. Men ham bir qarashda jinni bilan aqllini ajrata olaman. Umrim jinnilar bilan gaplasha o'tdi. Juda yaxshi Dimod, ammo o'zingni ehtiyot qil. Bir turtinsang keyin o'zingga kelolmay yurasan. Nasihatlaringiz uchun tashakkurlar. Bu yerdan ketdi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlariga keldi. O'zini tanitdi. Men ko'p xastalarni ko'rdim, davoladim. Alloh shu yo'l ila xohlaganiga shifo beradi. Istaysami sendan ham bu jinnilik kasalini ketishiga uchun sa'y-harakat qilsam, dedi chin dildan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlariga bunday javob qildilar. Hamdu sano Allohga maxsusdir. Unga hamd aytamiz, undan yordam tilaymiz. Alloh kimga hidoyat beradigan bo'lsa, uni bu to'g'ri yo'ldan ozdiradigan hech kimsa topilmas. Zalolatda qoldirganni kimsaga hech kim hidoyat bera olmas. Shohidlik beramanki, albatta Allohdan o'zga ibodatga loyiq hech bir ma'bud yo'qdir. Birdir, sherigi yo'qdir. Dimod go'zal bir balog'at namunasi bo'lgan bu so'zlarni diqqat ila tingladi. Shu zahoti yana eshitgisi keldi. Bu so'zlarni bir marta aytasan xolosmi, ey Muhammad, dedi yutoqib. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aynan takrorladilar. Dimod boshini ekkancha quloq solib o'tirdi. Bir muddat bu kalomni zehnida o'lchab ko'rdi, tortdi. So'ngra yana bir marta qaytar shu so'zlaringni, dedi. Takrorladilar, tingladi, o'ylandi. So'ngra dediki, vallohu Allohga qasamki, men kohinlar bilan, sehrbozlar bilan, shoirlar bilan ko'rishdim. Ularning so'zlarini rosa tingladim. Lekin bu so'zlarga o'xshaydigan hech kimdan kalom eshitmadim. Qo'lingni ber, musulmon bo'lib senga tobe bo'laman.
Dimod ayni chog'da ham o'zini nomidan ham qavmning nomidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bay'at berayotgan edi. So'ng xo'shlashdi. Ibn Mas'ud raziyallohu anhu xotirasini butunlay naql etdi. Bir kuni Nabiy akram janoblaridan Alloh taoloning nazdida eng yomon gunoh nima deb so'raldi.